Akalar, assalomu alaykum. Kim Gentra avtomat haydayotgan bo'lsa, parkingdan chiqmay qolsa, nafaqat ligushkadan boshqa problema ham bo'lishi mumkin. Avtomatda sabablarini hozir aytib o'tishga harakat qilaman. Qorong'ilashib ketdi-ku bu. Подсветка, вспышка-то. Фото. Xo'sh. Nimagadir tiniqroq olmayapti-ku. Xo'sh, o'shani aytib o'tishga harakat qiling. Qarangizlar. Agar kim bu muammoda uchratgan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsa ham, ligushka ishlayotgan bo'lsa ham, mana ligushka avtomat tormozda bosganingizda ligushka ishlab, stoplar yonib, elektromagnitni переключатели bor, avtomat korobkalar. Bu ko'pincha avtomat korobkalarda, любой avtomatdan bor-ku, endi ko'pincha misol, endi men o'zim haydayotgan mashinani aytmoqchiman, avtomat korobka Gentra. Cobalt и Nexia 3 ularga bir xil bo'lishi kerak hammasi. Bitta texnologiyada bo'lishi kerak bular. Ko'pincha ligushka ishdan chiqadi. Bunda ligushkani ham boshqa mashinaga qo'yib ko'rdim, hammasi joyida ishlayapti, hamma narsa joyida ishlayapti, lekin korobka parkingdan chiqmayapti. Ponna korobkani yechib oldimda chapqa qilib qarasam, YouTube'lardan izladim, kamdan-kam bu topolmadim bashti. Bitta Lassetnikini topdim. Lassetti degan shuni ko'rsatgan, uni keyin aniqini o'qimaganim uchun yaxshi tushunmadim. Keyin qarab yana e'tibor berib yozganlariga qarasam, nimadir yozgan, lekin tushunarsiz men uchun. Keyin lekin mana shu narsani ko'rdimda. Mana pasida o'sha elektromagnit bilan pasida mana massa bor, yana bitta massa berakon. Aqdan sistema kelganda mana elektromagnitni massa qilib beradi. Hozir qarangizlar, mana boshyapman, ishlamayapti. Agar buni mana nega qo'ysam, massa berakonni, buni nomini aniq aytsam, aniqini bilmayman o'zim. Shu massa deb aytaman, endi massa deb aytyapman o'zimcha. Bosdik, massa qilamiz. Agar mana massa tegsa, elektromagnitga ishlash kerak bu. Bir qo'l bilan ushlab uni qilish. Umuman udobniroq ushlab olgunizcha. Mana tegish kerak-da, buni massa ichkarida turish kerak ekan. Mana korpuschasi bor, korpuscha erib ketgan. Qizigan payti erib ketgan menimcha. O'sha sabab bu sanani ishdan chiqqan degan bo'ladi. Joyidan chiqib ketgan, korpusdan chiqib ketganda bu. Hozir 1 minut. Xo'sh. Mana mahkam ushlab oldim. Endi muammo qarangizlar, mana elektromagnitga massa berib ochib o'tyapti. Bu tushunmaganim shu parkingga kirgan payti bu. Bu yerda ham prujina bor. Ko'rib turganingiz, ko'rsatishga harakat qilaman. Mana qo'yib olyapman, tushib ham ketdi. Mana prujina bor. Bu parkingga solgan paytingiz, parkingda turgan payti, ya'ni bu mana hozir tegib turganda bu. Shu parkingdan chiqish uchun misol elektromagnitga massa berib, elektromagnitni ochib beradi. Mana o'sha. Qo'l bilan ham ishlaydi o'zi, bu qanchadir ochib berar ekan. Izladim. Hozir necha kundan deganda mexanichni bilan haydab turdim. Klichini qo'yib, ikkinchi klichni qo'yib. Hozir bir vaqt bo'ldi, bir titsam, shunday ahvol. Ligushka almashtirib ko'rdim, ligushka yordam bergan yo'q. Shu kimgadir qandaydir agar shunday bir ana bo'lsa, ana shu narsani
remont qiladimi? Bu erib ketgan. Endi bu hozir harakat qilaman qilishga, bilmadim qilib bo'ladimi, qilib bo'lmaydimi. Zapchasini topib bo'ladimi, bo'lmaymi, bular bir muammo bo'lsa kerak. Shu muammosi shu, agar 53 ga agar boshqa nodan topolmasangizlar, ana shuni ham bir ko'ringlar degan maqsadda. Salomat bo'lasizlar.